Hammaga assalomu alaykum. Xayrli kun o'rtoqlar. Hozir ozgina vaqtimiz bor ekan, proses yo'qligidan va ofisda mijozlar yo'qligidan foydalanib jonli efir tashkil qilishga harakat qildim. Jonli efir masalasi, aniqroq mavzusi bu o'sha siz bilan biz muhokama qilayotgan va bir guruh insonlar tish tirnog'i bilan qarshi chiqayotgan pogreshность masalasi. Shu atrofda gaplashamiz, chunki meni nazarimda hukumatga va Qonunchilik palatasiga pogreshность masalasi mutlaqo boshqacha mazmunda yetkazilyapti. Bu meni shaxsiy fikrim va bu fikrimda qolaman. Fikrimga qo'shilmaslikka to'la haqqinglar bor. Oldindan ogohlantiraman. Meni gap so'zlarim, fikrlarim siz uchun umum majburiy tusga ega emas. Ya'ni meni gapim gap, hamma shunga amal qilish kerak degan ahmoqona qoidani ilgari surmayman. Bu meni shaxsiy fikrim, subyektiv fikrim. Ya'ni pogreshность masalasi ancha vaqtdan beri muhokama qilinadi, ammo bu juda ham katta masshtabda muhokama qilinmadi. Biz bu masalani ancha yildan beri ko'taramiz, ammo hech kim qarshi ham chiqmadi va u nihoyat Qonunchilik palatasi doirasida, ya'ni unga taklif kiritilgandan keyin he yo'q, be yo'q qarshilar paydo bo'ldi. Ya'ni bu odam o'limiga sabab bo'ladi, bu avtoterroristlarni ko'paytiradi degan bir fikrlar bilan, qat'iy fikrlar bilan go'yoki pogreshностьni bekor qilish yoki taklifni rad etish masalasi ko'tarildi. Ya'ni Qonunchilik palatasiga pogreshность masalasini nazarimda mutlaqo noto'g'ri podacha qilishyapti, noto'g'ri yetkazishmoqda. Qonunchilik palatasi umuman qonun ijodkorlarini chalg'itishmoqda. Ya'ni buni ishonch bilan ayta olaman. Buni o'ziga yarasha asoslari ham bor, sabablari bor, ya'ni uni osmondan olib gapirayotganim yo'q. Agar orangizda kuzatuvchilar orasida yoshi katta, maxsus texnik bilimga ega, avtomobilsozlik sohasida ishlagan yoki mana shu sohaga yaqin bo'lgan, mashinani, ya'ni transport vositasini texnik parametrlarini yaxshi biladigan va pogreshность nima ekanligini tushunadiganlar bo'lsa, mana shu video ostiga albatta izoh qoldiring. Ya'ni pogreshность qanchalik kerak emas, u bormi, yo'qmi? Shu haqda fikringizni yozib qoldiringlar. Ya'ni bunday masalalar keng jamoatchilik bilan hal qilinadi. Bitta, ikkita odam bilan emas. Uni ko'pchilik hal qiladi. Jamoatchilik bilan birgalikda hal qilinadi. Xabaringiz bor, mana yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda bir guruh mutaxassislarni go'yoki fikri jamlangan video material hammaning diqqatiga havola etildi va bir guruh, ularning orasida ekspertlar ham bor, ularning orasida jurnalistika sohasida faoliyat yurituvchilar, iqtisodchilar ham bor. Men hammasiga hurmat saqlagan holda bir narsani aytgan bo'lardim, ya'ni hurmatli janoblar, mana shu lavhada qatnashgan, fikr bildirgan janoblar, biz tezlik so'ramadik. Biz tezligimizni oshirib bering deb hukumatdan iltimos qilmadik va bunday tashabbus bilan ham chiqqanimiz yo'q. Gap hozir tezlik haqida ketmayapti. Qaytaraman. Gap hozir tezlik haqida ketmayapti. Bizga tezlikni 10 kilometrga oshirib bering degan iltimos bilan ham chiqqan emasmiz. Unda gap nima haqida ketyapti deb luqma tashlashi mumkin. Tushuntiraman. Gap texnik xatolik haqida ketyapti. Gap transport vositalari yo'l qo'yishi mumkin bo'lgan texnik xato, og'ishish, xullas xatoliklar majmui haqida ketyapti. Bu xatolikka speedometr, uzatish qutisi, avtomashina shinalaridagi bosim, avtoshina o'lchami, transport vositasini umumiy og'irligi, transport vositasi yo'lovchilar bilan birgalikdagi og'irligi, transport vositasini qiyalikka, balandlikka chiqish va tushishdagi holati, transport vositasini yo'l bilan, ya'ni o'sha yo'l sifatiga bog'liq bo'lgan holatdagi og'ishlar haqida gap ketyapti. Ya'ni men yuqorida sanab o'tgan barcha faktorlar avtomashinani haqiqiy tezligini aniqlash uchun xalaqit qiladigan mezonlar. Aniqrog'i, aynan mana shu unsurlar, mana shu omillar sabab transport vositasini tezligi uchun ishlab chiqaruvchi og'ishish xatolik darajasini belgilab beradi. Men bir necha kun avval Telegram kanalimizda maxsus formula asosida soatiga 60 kilometr tezlik bilan harakatlanganda va soatiga 100 kilometr tezlik bilan harakatlanganda xatolik qanchani tashkil etishi haqida formula asosida post yukladim. Va bu postda
10 kilometr xatolik beryapti. 60 kilometr tezlik bilan harakatlanganingizda va soatiga 100 kilometr bilan harakatlangan vaqtingizda 14 kilometrgacha xatolikni beryapti. Bu formula. Bu men o'ylab topgan narsa emas. Bu butun dunyo avtomobil sozlik hamjamiyati tomonidan tan olingan, e'tirof etilgan xatoliklar haqida gap ketyapti. Biz tezlik so'ramadik. Yana bir marta qaytaraman. Bizga 10 kilometr tezroq harakatlanish imkonini bering degan iltimos bilan chiqqanimiz yo'q. Hukumatni, Qonunchilik palatasini chalg'itishni to'xtating. Noto'g'ri informatsiya yetkazishni to'xtating. Biz so'ramagan narsani so'radi deb biz nomimizdan gapirmang. Agar sizni avtomashinangiz bo'lsa, siz loaqal o'sha siz minayotgan, siz boshqarayotgan transport vositasiga berilgan texnik o'sha xatolikni, agressiyasini qanchani tashkil etishini bilasizmi? Hali kecha uruvur avtoterroristlarga imkoniyat berilyapti, odamlar o'ladi deb mana shunday ishonch bilan gapirayotganlar. Kim sizga aytdi, agressist 10 kilometr qilib belgilansa, haydovchilar 10 kilometr tezroq yuradi deb kim aytdi sizga? Nima haqqingiz bor? Bizning nomimizdan, xususan meni nomimdan bunaqa fikr bildirishga. Shaxsan agressist 10-15 qilib belgilangan taqdirda men soatiga 60 kilometr tezlik belgilangan joyda 60 kilometr tezlik bilan yuraman. Ammo avtomashina meni aldashi mumkin. Men xayolan 60 kilometr tezlik bilan ketyapman deb o'ylayotgan bir vaqtimda transport vositasi 67 kilometr harakatlanayotgan bo'lishi mumkin. Menga bog'liq bo'lmagan holda. Avtomashinani o'lchami, uni ichidagi bosim yoki bo'lmasam uzatish qutisi yoki speedometrdagi xatoliklar sababli transport vositasi men o'ylagandan ham tezroq ketayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham agressiyamiz beriladi. Ya'ni mana shu xatoliklar qurboni bo'lib qolmasligimiz uchun ham butun dunyo har qanday o'lchov asboblari bo'ladimi, transport vositasi bo'ladimi, albatta xatolik darajasini belgilab beradi. Ya'ni siz soatiga 60 kilometr tezlik bilan harakatlanayotgan bo'lsangiz, transport vositangiz men yuqorida sanagan omillar sababli 10 kilometrga tezroq yurayotgan bo'lishi mumkin. Keyin uyingizga jarima keladi. Uyingizga siz harakatlanmagan tezlik uchun jarima keladi. Siz savol berasiz, meni tezligim baland emas edi-ku deb. Kerak bo'lsa qanaqadir foto isbotlarni taqdim qilasiz. Savol, nima uchun haydovchining tezligi soatiga 60 kilometr bo'lsa-da, u real hayotda tezroq yurgan bo'lib chiqyapti? Ana shu joyi agressiyasi deyiladi. Ana shu joyi transport vositasini sanab beraman. Keling, dunyo mutaxassislari tan olgan faktorlarni sanab beraman. O'zbeklar emas, dunyo olimlari avtomobilsozlik sohasidagi mutaxassislarni fikrini sizga bayon qilaman. Rus tilida, ammo o'zbek tiliga tarjima qilishga harakat qilaman. Demak, avtomobildagi xatolikka ta'sir o'tkazuvchi omillar: diametr koles и давление в шинах. Siz avtomashinaga o'rnatgan, transport vositangizga o'rnatgan avtoshinani o'lchami va undagi davleniya. Mana hozir kimdir o'lchadimi transport vositangizdagi davleniya, ya'ni shinani davleniyasini qanchaligini bilasizmi? Eng so'nggi rusumdagi transport vositalari bu haqda ma'lumot beradi. Maxsus datchiklari bor va u tabloga unda u belgisini chiqaradi. Ya'ni diqqat avtoshinadagi bosim tushib ketdi deb xabar beradi. 2,5, 1,8, 1,7, 1,6, ya'ni 4 ta shinadagi bosimlar har xil bo'ladi. Bu shubhasiz transport vositasini xatolik darajasiga to'g'ridan to'g'ri ta'sir o'tkazuvchi omil. Mana oranglarda kimdir oxirgi marta mana ayni vaqtda avtoshinadagi bosimi qanchaligini biladimi? Agar maxsus tablo bo'lmasa va avtomashinada maxsus datchiklar bo'lmasa, bunday imkoniyati bo'lmagan transport vositalarini haydovchilari, siz bilasizmi o'z transport vositangizda shinasidagi bosim qanchaligini? Bilish imkonsiz, chunki katta ehtimol bilan vizual tarzda shina bo'shab qolibdi degan vizual tarzdagi xulosamizdan keyin biz shina montajga kirib, davleniyasini yana barqarorlashtiramiz, ammo undan boshqa holatlarda biz bilmaymiz va shu holatda harakatlanayotgan bo'lamiz. Birinchi sabab diametr koles и давление в шинах. Demak, avtomashina shinasini o'lchami va undagi bosim xatolikka ta'sir o'tkazuvchi birinchi omil sifatida ko'rsatilyapti. Keyingisi, pogreshность самого спидометра. Ya'ni avtomashinaga o'rnatilgan speedometrning o'zini xatolik darajasi. Oddiy misol o'qib beraman. Производители автомобилей часто калибруют спидометр так, чтобы показания было немного завышенными. Это делается для безопасности, водителю не разрешается занижать реальную скорость, однако такой подход создает встроенную погрешность, которая может составлять до 10% от реальной скорости.
Keling mana shu qoidadan oladigan bo'lsak, tezligimiz soatiga 60 km bo'ladigan bo'lsa, xatolik 10% gacha. Ya'ni 6 km bor. Speedometrni o'zida, birgina speedometr o'zida 6 km bor. Ya'ni soatiga 60 km tezlik bilan harakatlanadigan bo'lsangiz, 10% ni oladigan bo'lsak, 6 km xatolik bor. Bu birgina speedometrni xatoligi. Keyingi asos состояние подвески. Podveska nimaligini hamma yaxshi bo'ladi. Qarang, hattoki mana shu narsa, ya'ni clearance, podveska, mana shu narsa ham oxir oqibat yakunda xatolikka ta'sir o'tkazar ekan. Bu 3-chi omil. 4-si nagruska na avtomobil, ya'ni avtomashinaga qo'yilgan yuklama. Ya'ni transport vositasi harakatlanayotgan vaqtda uning ichidagi passajirlar soni yoki o'sha bagajga ortilgan yuk umumiy avtomashinaga bo'lgan yuklamani tashkil etadi. Ana shu yuklama ta'siri ostida ham pogreshность oshar ekan. Ya'ni xatolikka ta'sir o'tkazuvchi 4-chi omil sifatida ko'rsatyapti. 5-si uklon naklona дорожного полотна. Ya'ni yo'lni ma'lum bir burchak ostida qiyalanishi yoki balandlanishi. Mana shu holatlar ham transport vositasini harakatlanish davomida xatolikka sabab bo'lar ekan. 6-si elektron sistema datchiki. Avtomashinaga o'rnatilgan elektron tizim va turli xil datchiklarni o'zini xatosi bor ekan. Ular ham ma'lum bir miqdorda xatolik beradi. Bu 6-si. 7-si problema с редуктором или коробкой передач. Ya'ni uzatish qutisi yoki reduktordagi xatoliklar ham oxir oqibat transport vositasining umumiy xatoligiga ta'sir o'tkazadi. Men hozir bor yo'g'i 7 tasini sanadim. Ular har biri bir-biridan mustaqil holda xatolikni beradi. Ana endi bularni xatoliklarini jami yig'indisi qanchani tashkil etishi mumkin? Biz bor yo'g'i 10 km so'radik, ammo hozirgi faktor va omillarni bir-biriga qo'shib chiqadigan bo'lsangiz, balkim Birlashgan Arab Amirligidagi 20 kilometrlik xatolik kelib chiqar. Yoki Rossiya Federatsiyasidagi 20 kilometrlik xatolik kelib chiqar. Biz bor yo'g'i 10 km so'radik. Shundan 6 kilometrni o'zi avtomashinaning speedometriga to'g'ri kelyapti. Undan tashqari avtoshina, uzatish qutisi, turli xil datchiklar, avtomobilga qo'yilgan yuklama, undan tashqari ko'chalarga sanoqsiz o'rnatilgan radar moslamalarini pogreshnosti ham bor. Ularda ham xatolik bor. Plus minus 2-3 kilometrgacha xato qiladi. Uni zavod izgotовитель, ishlab chiqaruvchi aytayapti. Men ishlab chiqargan deylik uskuna xatolik darajasi plus minus 2 kilometr yoki ma'lum bir foiz darajasida ko'rsatadi. Uni inkor etish iloji yo'q. O'zbekiston chegarasidan bizga o'tib qolgandan keyin aniq ishlaydigan moslamaga aylanib qolmaydi. O'sha xatoligicha qoladi. Jami xatolarning yig'indisi kamida 14, 15, 16 kilometrni tashkil etadi. Biz esa bor yo'g'i mana shu xatoliklar majmui uchun bor yo'g'i 10 kilometr so'radik. 10 kilometr tezroq yurish uchun emas. Xatoliklarni hisoblashni me'yori 10 kilometr. Men 60 kilometrda qanday harakatlangan bo'lsam, bundan keyin ham 60 kilometrda harakatlanishda davom etaman. Ammo xatolik darajam 10 kilometr qilib belgilandi. Ya'ni avtomashinadagi ayrim faktorlar sababli agar avtomashinam speedometrda 60 ko'rsatgani bilan, lekin real hayotda 68, 69, 70 ketayotgan bo'lsa, aynan o'sha 10 kilometrlik pogreshность ana shu xatolikni kesib tashlash oqibatida menga jarima kelmaydi. Gap mana shunda ketyapti. Qonunchilik palatasini uravur qotillar ko'pi. Qotillar 70 dan 60 ga tushgandan keyin kamaydimi? Mana shaharda Toshkent shahri butun hududida tezlik soatiga 60 km qilib belgilandi. Vijdon uchun ham aytaylik, o'lim soni qancha kamaydi? Statistika qip-qizil, alvon rang. Vaqtida kuniga 4 tadan odam o'layotgan ekan deb men xulosa qilgan edim. Statistik ma'lumotlardan kelib chiqib. Odam faqat yo'l transport hodisasi oqibatida o'layaptimi? Deylik, keling, onkologik kasalliklarni olamiz. Ekologik xavf. Toshkent shahri salkam havo tozaligi indeksida eng iflos shaharlar reytingida mezbonga aylandik. Ekologik muhitni yomonlashuvi, havoni ifloslanishi onkologik kasalliklarni keltirib chiqarmaydimi? Adashmasam 22-yil ma'lumotga ko'ra 113 mingga yaqin odam onkologik kasalliklar ro'yxatida turar ekan. Tasavvur qilyapsizmi? Yoki bo'lmasam is gazidan qancha odam o'lyapti? Hisoblab ko'rganlar bormi? O'sha avtoterroristlar, qotillar deyotganlar is gazidan qancha odam o'lyapti bir yilda? Yoki bo'lmasam avtomashinaga o'rnatilgan gaz balon oqibatida, uni portlashi oqibatida qancha odam o'lyapti?
Nima, bu odamlarning o'limi hisobga o'tmaydimi? Faqat yo'l transport hodisasi oqibatida o'lganlar o'lgan, qolganlari baxtsiz hodisa yo tasodifmi? Agar o'lim haqida gapirayotgan bo'lsak, kelinglar, masshtabni olamiz. Butun O'zbekiston bo'ylab jami o'layotgan odamlarni tahlil qilamiz, analiz qilamiz. Keling, ekologiya haqida gaplashamiz. Transport vositasi soatiga 60 km qilindi. Hech qiziqib ko'rdingizmi, avtomashina qanday оборотlarda ideal ishlaydi? Qanday оборотlarda ekologik toza ishlaydi? Qanday оборотlarda avtomashina kamroq zaharli chiqindilarni chiqaradi atmosferaga? Kimdir o'ylab ko'rdimi? Soatiga 70 dan 60 ga tushirdilar, ammo ekologiya nima bo'ldi? Tirbandlik ko'paygan vaqtda xohlaymizmi yo'qmi, transport vositalari juda sekin harakat qiladi. Bunday vaziyatlarda yoqilg'ini yonishi qiyinlashadi. Nagar ugar deyishadi. Yonmay qolgan yoqilg'i oqibatida atmosferaga zaharli tutun moddalar chiqadi. Xo'sh, buni kim o'ylaydi? Bu haqda kim gapirish kerak? U hisobga o'tmaydi. Ekologiyani buzilishi, oqibatda kasallarning ko'payishi va tuzalmay o'lib ketayotganlar hisobga o'tmaydi. Faqat yo'l transport hodisasi oqibatida o'lganlarni biz o'lim deb tan olamiz. Qolgani postanovka, to'g'rimi? Qolgani hisobga o'tmaydi. Bu masalada fikr bildirishdan oldin odamlar o'ladi, avtoterroristlar deyishdan oldin hech bo'lmasa bitta yo'l transport hodisasini olingda analiz qiling. Boring ana shu o'lim bilan tugagan piyoda bilan bog'liq yo'l transport hodisasini o'rganing. Qanday sharoitlar ostida o'layapti odamlar? Nima sababdan o'layapti? Fikringiz o'zgarishiga 100% ishonchim komil. Hukumatni, Qonunchilik palatasini bunaqangi noto'g'ri yondashuv bilan chalg'itishga urinmang. Hech kim Qonunchilik palatasidan, qonun tashabbuskorlaridan 10 kilometr tezroq yurishni so'ragani yo'q. Aks holda biz tezlikni 60 dan 70 ga ko'tarib qo'yinglar degan bo'lardik. Hech kim tezlik haqida gapirmayapti. Nima uchun yolg'on ma'lumotlarni yoki bo'lmasam noto'g'ri talqin qilish oqibatida chalg'ityapsiz Qonunchilik palatasini? Hech kim tezlik so'ramayapti. Hech kim 10 kilometr tezroq harakatlanishni iltimos qilib so'ramayapti-yu. Biz bor yo'g'i xatolikni 5 dan 10 ga ko'tarib bering deyapmiz. Chunki xatolik kimdadir 8 kilometr. Deylik, meni mashinamda 8 kilometr. Siznikida 6 kilometr bo'lishi mumkin. Kimdadir bu 10 kilometr bo'lishi mumkin xatolik. Deylik, 60 kilometrda ketyapman, ammo asl haqiqiy tezligim 68 kilometr. Savol, ana shu ortiqcha 8 kilometrga kim javob beradi? Menmi? Yo'q, men javob bermayman. Chunki speedometr menga 60 ko'rsatyapti. Demak, u meni aldayapti. Haqiqiy tezligim agar soatiga 68 bo'ladigan bo'lsa, speedometr 60 ko'rsatayotgan bo'lsa, o'sha ortiqcha 8 kilometrga kim javob beradi? Shubhasiz ishlab chiqaruvchi, marhamat. Butun e'tirozlar unga. Nega meni uyimga jarima yuboryapsiz? Men 68 kilometr bilan harakatlanganim yo'q-ku, speedometrimda 60 ku, o'sha 8 ga kim javob beradi? Ana shuning uchun ham pogreshность kerak. Shuning uchun ham bu xatoliklar chegirib tashlanishi kerak. Hech kim tez yuraman, 10 kilometr yetmayapti menga degani yo'q. Biz bor yo'g'i xatolikni 5 kilometrdan 10 kilometrga ko'tarishni so'radik. Sababi asossiz jarimalar ko'payib ketdi. Sababi deyarli har kuni ayrim fuqarolarning uyiga jarima kelyapti. Garchi u qoida buzmagan bo'lsa-da. Shuning uchun ham 10 kilometrlik pogreshnosti berilishi bu jahon standartiga ham va texnik parametrlarga ham to'g'ri keladi. Biz ahmoq, tentak emasmiz. Tezlikni so'rab yoki bo'lmasam pogreshnost berilsa, bu 10 kilometr tezroq yurishga ruxsat berildi-da, buravur mashinaga o'tirib gaz pedalini bosadigan. Qolaversa, boshqalar uchun gapirmang. 10 kilometr pogreshnost berilsa, 10 kilometr tezroq yuradigan haydovchilar ko'payadi. Siz qayerdan bilasiz buni? Qayerdan bilasiz? Meni shaxsan pogreshnost 10 kilometr qilib belgilansa, chegirib tashlansa, meni 10 kilometr tezroq yuradi deb sizdan qayerdan bunaqa fikr? Qayerdan oldingiz? Nega men uchun gapiryapsiz? Nega haydovchilar nomidan gapiryapsiz? Shaxsan menga pogreshnost kerak. 10 kilometr pogreshnost kerak, chunki avtomashinam aldayapti. Men 60 kilometr yoki 80 kilometr bilan harakatlangan vaqtim aslida tezligim 88 yoki 90 bo'lib chiqyapti. Bu texnik xatolik, bu pogreshnost. Unga yo'l qo'yiladi. Bu bor narsa. Bu legenda, afsona, asotir emas, bu bor narsa. Nega bizda O'zbekistonda 5 bo'lish kerak? Nimaga?
Nima ortiq joyimiz bor? Yo biz o'zimiz mashina ishlab chiqaryapmizmi? Aniq, zo'r ishlaydigan o'zimizning milliy mahsulot bormidiki, biz progressivda dunyo amaliyotdan voz kechib 5 qilib belgilasak. Deylik, menda Xitoy mashinasi, sizda Germaniya mashinasi bo'lishi mumkin. Yana kimdadir Fransiya, kimdir Yaponiya. Kechirasiz. Dunyo avtokonsernlarga tegishli bo'lgan avtomobillardan foydalanyapmiz. Qani kafolat? Nima uchun 5 kilometr qilib belgilayapsiz? Boring yana o'sha transport vositasiga zavod izgotовитель, ishlab chiqaruvchi 10%, ya'ni 10 kilometr atrofida progressiv bergan bo'lsa, nima uchun O'zbekistonda 5 kilometrga aylanib qolish kerak? Qanday huquqiy asosi bor? Nima uchun ilmiy yondashuv yo'q? Nega yovvoyi yondashuv bor? Nega odamlar endi ko'proq odam o'ldiradi? Qayerdan sizda bunaqa fikr? Odam o'ldirayotganlar soatiga kamida 100-120 bilan o'tayapti. Tartibga solingan chorrahalarda yoki ahmoq yoki bo'lmasam yo'l harakati qoidalarini bilmaydigan yoki mensimaydigan piyodalarning avtomashinaning tagiga o'zini tashlashi oqibatida o'lib ketishyapti. Isbot kerakmi? Menda shaxsan shunday bir keys bor. Qizil chiroqqa, taqiqlovchi ishoraga yo'lni kesib o'tayotgan piyoda yugurib avtomashinaning tagiga o'zini tashlayapti. Katta ehtimol bilan bu yerda haydovchini ayblashga harakat qilishadi. 266-modaning ikkinchi qismi bilan odam o'layapti. Lekin piyoda nima uchun yugurib o'tayapti chorrahada? Nima uchun piyodalar o'tish yo'lagidan yugurib o'tayapti va qizil ishoraga o'tayapti? Buni analiz qilish kerak emasmi? Yo har qanday vaziyatda ham peshexod haqmi? Ya'ni piyoda haqmi? Bormi shunaqa analiz? O'zbekiston Respublikasida yuz bergan yo'l transport hodisalari, o'lim bilan tugagan yo'l transport hodisalarini chuqur tahlil, analiz qilgan mutaxassislar bormi? Ochiqlaylar, o'qiylik bu ma'lumotlarni. 100% haydovchilar aybdor degan fikrga qo'shilmayman. O'zining obyektiv, subyektiv tomonlari bor. Birinchidan umumiy yo'l harakati qoidalari bo'yicha madaniyatni shakllanmaganligi. Mana bolam hozir 6-sinfga maktabga qatnaydi. Yo'q, maktabida yo'l harakati qoidalari bo'yicha dars yo'q. Qachon o'tmoqchisizlar? 21-22 ga kirgandami? Menga uyda sharoit qilganman. Devorga maxsus ko'rgazmali qurollarni ilib qo'yganman, plakatlarni. Mana bu piyoda o'tish joyi, mana bu yer usti, mana bu yer osti o'tish uyda. Ammo hukumat darajasida bolani tarbiyalash kerak emasmi? Kelinglar mana Sergeli tumaniga kelinglar. Men ko'rsatgan maktabga boringlar, menga topib beringlar o'sha fanni. Nima uchun bola 12 ga kirdi, haligacha yo'l harakati qoidalari bo'yicha biron bir dars yo'q, soat yo'q, nima uchun? Lekin aybdor haydovchi. Biz mana bu sabab bilan shug'ullanmas ekanmiz, oqibat bilan o'ralashib yuraveramiz. Odamlar o'lmasligi uchun nima qildik? Oddiy misol 22-yilgi statistikam adashmasam 52% holatlarda yo'l transport hodisalari yo'l infratuzilmasini yaroqsiz ekanligidan yuz bergan. Mana yaqinda Toshkent viloyatiga chiqib keldim. Yaxshi yo'llarni Toshkent shahrida izlab topsa bo'ladi, ammo Toshkent shahridan tashqariga chiqdingizmi, yo'l tugaydi, yo'nalish boshlanadi. Ya'ni yo'l deganda men GOSTga talabga javob beradigan asfalt qoplamali maxsus chiziqlar chiroyli qilib chizilgan yo'lni tushunaman. Yo'nalish esa bu. Yo'l yo'q, ammo mana shu qayergadir olib chiqadi. Mana shu borsang qaysidir tuman yoki shaharga chiqib borasan. O'nqir-cho'nqir. Ana shu yo'nalish bo'ladi. Bizga yo'nalish kerak emas, bizga yo'l bering. Aynan asfaltning sifati ham progressivga ta'sir qilar ekansiz. Ta'sir qilar ekan. Tasavvur qiling, yo'lning sifati ham umumiy xatolikka ta'sir o'tkazar ekan. Bu ham ilmiy asoslangan ma'lumot. Uni hozir to'qib chiqarganim yo'q. Men nimadir haqida gapirishdan oldin albatta turli xil adabiyotlarni o'qishga harakat qilaman. Ya'ni bu masala bizdan oldin ham hal qilingan. Bizdan oldin bu masalani ko'tarishgan. Yangilik ochish shart emas. Yo'lning sifati, transport vositasini og'irligi, speedometrdagi xatolik, uzatish qutisidagi xatolik, avtoshinadagi bosim, uni diametri, bularni barchasi transport vositasini haqiqiy tezligini yangilishiga, ya'ni xato hisoblanishiga olib kelinadi. O'sha uchun ham ma'lum bir foizlar yoki ma'lum bir kilometrlar kesimida xatolik beriladi. Bu tabiiy narsa, butun dunyo amaliyotida bor bu narsa. Lekin mana xabaringiz bor, yaqinda bu narsa Qonunchilik palatasiga kiritilib, 5 kilometrdan 10 kilometrga xatolik, tezlik emas. Не скорость, no speed. Tezlik emas, xatolik 10 kilometrga ko'tarilish haqidagi gap chiqishi bilan faollar ko'paydi. Avtoterroristlar, odamlar o'limi bilan bog'liq bo'lgan yo'l transport hodisasini hech bo'lmasa bittasini analiz qilganmisiz? Mana shu gapirayotgan odamlar. Masalan, tanimayman, hurmat saqlab gapiryapman. Odam nimadir deyishdan oldin nima haqida fikr bildirayotganini bilish kerak. Biz tezlikni so'ramadik. 10 kilometr tezroq harakat qilish xohlayapmiz demadik. Xatolikni 10 kilometr qilib belgilaylar dedik. Bu bizga 10 kilometr tezroq yurish imkoniyatini bermaydi.
60 da qanday yurgan bo'lsam, xuddi shunday yuraman. Faqat o'sha avtomashinamni yolg'on ko'rsatkichi 7-8 kilometrga yolg'on ma'lumotni ko'rsatishi ana o'sha 10 kilometrlik pogreshnis bilan bartaraf etiladi. Meni uyimga tonnalab jarima kelmaydi shunda. Buni tushunish uchun menimcha filni kallasida kalla kerak emas. Nima qilasiz hukumatni chalg'itib? Nima qilasiz qonunchilik palatasini o'lim bilan qo'rqitib? O'limni sababi boshqa joyda. Qayerda desangiz, men sizga ilmiy asoslarni keltirib beraman. Nima uchun odam o'layapti? Bu kompleksli muammo. Bu mamlakat miqyosida hal qilinadigan muammo, odamlarning o'limi. U faqat tezlik bilan bog'liq emas. Go'yoki hammasi ideal va faqat haydovchilar odam o'ldiryaptimi? Yo'q, kechirasiz, unday emas-ku. Unday emasligini o'zingiz ham yaxshi bilasiz-ku. Fikr bildirayotganlar. Xullas, bu masalada odam ozgina asabiylashadi, chunki xuddi atayin qilinayotgandek. Masala nimaligini tushunadi, ammo xuddi bir chalg'itishga urinayotgandek. Men albatta qonunchilik palatasidan ushbu pogreshnis masalasidagi borasidagi taklifimizni to'g'ri tushunib, uni hukumat darajasida hal qilishga urinayotgan ijodkorlarni, ya'ni qonun, huquq ijodkorlarini albatta qo'llab-quvvatlayman. Yana bir karra eslataman. Biz tezlikni oshirishni so'rayotganimiz yo'q. 10 kilometr tezroq yurish imkonini bering deganimiz yo'q. Shaxsan men unday deganim yo'q. Meni nomimdan gapirish kerak emas. Biz men deb gapiray, xatolikni 5 dan 10 ga ko'tarib bering dedim. Chunki men avtomashinamning xatolik darajasi 8 kilometr. Xo'p, 3 kilometrga kim javob beradi? Siz-ku 5 ayrib tashlar ekansiz. Qolgan 3 ga kim javob beradi? Avtomashinamning xatolik darajasi 9 kilometr bo'lsa, nima uchun 5 kilometr siz ayrib tashlab, qolganiga men javob berishim kerak? Marhamat, torting. Istalgan markadagi transport vositasi o'sha avtokonsern, avtokompaniyaning javobgarligiga torting agar qo'lingizdan kelsa. Seni deb haydovchi jarima to'layapti deb. Xullas, bu borada o'ylaymanki, ilmiy yondashuv bo'ladi. Masalaga emotsional emas, masalaga ilmiy yondashish tarafdoriman. Bu pogreshnis masalasi bugun paydo bo'lgan emas. Butun dunyoda bor. Mana o'zingizlar uchun Google ga kiringlar-da, qizlab ko'ringlar. Pogreshnis nima u? Nima uchun beriladi? Ana undan keyin menimcha fikringiz biroz o'zgaradi. Sababi biz tezlik tarafdori emasmiz. Odamlar o'limiga keladigan bo'lsak, bu juda ham katta masshtabdagi kompleksli ish. Odamlar o'limini bu yo'l bilan to'xtatib bo'lmaydi. Millionlab kameralar o'rnatildi. Har 300-400 metrda turibdi. Xo'sh, nima berdi bu kameralar? Qo'rquv bosimni berdi. Bugungi kunda haydovchi rulga o'tirar ekan, ma'lum bir masofani bosib o'tish uchun bilasizmi, qancha stress holatdan o'tadi? Qancha bosimdan o'tadi? Men sizga taxminan ko'rsatib berishga harakat qilaman. Transport vositasini boshqarib ketyapti, u moderatorga aylanadi. Bir vaqt o'zida rul chambaragini boshqaradi. Bir vaqtning o'zida svetofor qayerda, o'rnatilganmi yo'qmi, ishlayaptimi yo'qmi, buni nazorat qiladi. Yo'l chuqur, yama, chiziq bosmadimmi, buni nazorat qiladi. Kamera bormi yo'qmi, buni nazorat qiladi. Tezlik qanaqa, qaysi zonaga kirdim, 70 mi 60 mi, buni nazorat qiladi. Tasavvur qiling, bunaqangi faktorlar bilan qaysi haydovchi risoladagidek avtomashina boshqarsin? Istalgan odamni tepasiga kelib turib olsangiz, u ijod qila olmaydi. Oddiy misol, shoir yo bir yozuvchini tepasiga kelib turingchi, qani u asar yoza olar ekanmi? Ular tanholikni, ko'p holatlarda yolg'izlikni xush ko'rishadi. Nimadir yozish uchun haydovchiga bunaqa bosim kerak emas. Agar odam o'limi aynan haydovchi tomonidan ekanligi isbotlansa, butun O'zbekiston Respublikasida ma'lum bir yil kesimida odamlarning o'limi faqat transport vositasi orqali bo'ladigan bo'lsa, marhamat, cheklanglar. Moratoriy e'lon qilinglar. Hech kim mashina minmasin. Hech kim mashina minmasin. Mana daraxtlarni kesishga moratoriy e'lon qilindi-yu. Moratoriy e'lon qilinglar. Bir 2 yil mashina minmaylik. Butun mamlakat to'xtatsa mashina minishni. Yoki eplab risoladagidek jamoat transportini yo'lga qo'yib beringlar. Kakshdagi ishlaydigan. Soat 14:20 ga kelish kerak bo'lgan avtobus 14:20 da bekatga kelib tursin. Va 7 minutlik masofaga 7 minut sarflasin. 37 minut emas. Ana o'shanda shaxsiy transport vositasidan ham ko'ra ko'proq jamoat transportini maqbul topamiz. Unda harakatlanishga harakat qilamiz. Yarim yo'lda chala qolib ketgan poyezdlarni ham menimcha ko'rdik. Yo'lovchilar ochiq havoda yer ustidan o'tgan metro liniyasida to'xtab qolgan poyezddan o'sha yuqoridan harakatlanib bekatgacha yetib kelib olishdi. Bu ham haqiqat.
Avtobuslarning turgan joyida harakatda yonib ketayotgani ham haqiqat. O'z vaqtida kelmasligi, poyga o'ynashi, oqibatda yo'l transport hodisasini sodir etayotganligi ham haqiqat. Ayting, bunaqangi voqealar fonida nima uchun men jamoat transportiga chiqishim kerak? Nima sababdan? Beringlar, motivatsiya beringlar. Jamoat transportiga o'tishim uchun menga motivatsiya beringlar, men o'sha kuniyoq transport vositamni uyda qoldiraman. Bera olasizmi? Bu og'ir savol, bu qiyin savol. Bunga javob berish uchun sharoitlar yetarli emasligini juda ham yaxshi bilasiz. Shunday ekan, iltimos sizlardan pogreshniskiga qo'l qo'yayotganda osilmanglar. Biz tezlik so'rayotganimiz yo'q. Biz xatolikni insof darajasida, texnik, reglament darajasida belgilashni so'rayapmiz. Undan ortig'iga da'vogar emasmiz. Odam o'limiga keladigan bo'lsak, yo'llarda emas, butun mamlakat miqyosida turli yo'nalishlarda qanchadan qancha odam o'lib ketyapti. O'sha onkologik kasallar, ekologiya bilan bog'liq. Transport vositalaridan chiqayotgan chiqindilar, gazlar, zaharli gazlar, u ham оборотni yaxshi emasligidan, avtomashina o'sha ekologik toza оборотlarda ishlamayotganidan havoga iflos, загрязнение, ya'ni iflos havolar chiqyapti. Har qadamda qurilish. 20 tadan 30 tadan uy qurilyapti. Bu chang degani. Shahar cheksiz emas-ku. Yashil zonalar haqida kim o'ylaydi? Toshkent shahrini misol uchun necha foizi yashil zonalardan iborat? Bu borada ham reglament bor. Bu borada ham me'yorlar bor, lekin unga amal qilyapmizmi degan savol bor. Agar odam o'limi haqida o'ylayotgan bo'lsak, iltimos, mana bu tezliklar emas. Undan kattaroq muammolarni hal qilishdan boshlash kerak. Bu meni shaxsiy, subyektiv fikrim. Shu mamlakatni fuqarosiman. Mana shu yerda yashayman, shu mamlakatni sodiq farzandim deb hisoblayman o'zimni. Farzandlarimni katta qilyapman. Ularning salomatligi men uchun muhim. Ularning toza muhitda yashashi men uchun muhim. Ularning iflos emas, toza havoda nafas olishi men uchun muhim. Ularni qonun qoidalarga nafrat hissida ulg'aymasligidan manfaatdorman. Ularni bo'lar bo'lmasga jarima to'lab, butun ijro organiga nisbatan e'tiroz ruhida yashamasligini istayman. Bizni yashaganimiz yetadi. Bizni kurashishimiz mana bu prямой efirlar yetadi. Ular yaxshi yashash kerak. Har holda bir marta yashaymiz. Munosib yashashimiz kerak. Va bu uchun kerak bo'lsa solig'ini to'layapmiz. Ya'ni munosib fuqaro bo'la olyapmiz. Ammo tanganing ikkinchi tarafi so'ragan narsamizni ham olishimiz kerak. Yaxshi yo'l. Mana yaqinda bir suhbatda yo'l inspektori xodimi, YPX xodim menga yo'l infratuzilmasi bizning ishimiz emas deyapti. Jarima ballarini joriy qildik. Qarangchi qaysi birida yo'l infratuzilmasi bilan bog'liq deydi. Kechirasiz, yo'l infratuzilmasiga bevosita bog'liq. Yo'l infratuzilmasi deganda men faqat asfaltni tushunmayman. Yo'l infratuzilmasi bu butun yo'l bilan bog'liq, yo'l harakati ishtirokchilari bilan bog'liq bo'lgan harakatni tashkil qiluvchi jamiki detallar yo'l infratuzilmasiga kiradi. Qanday qilib abgor yo'llar mavjud bo'lgan bir vaqtda siz meni jarimaga tortishingiz mumkin. Menga jarima bag'lab berishingiz mumkin. Svetofor reglament asosida o'rnatilmagan yoki noaniq archa bayram bo'lib ishlab turgan vaqtda nega siz menga jarima bag'lab qo'llaysiz? Savol o'rinlimi yo safsatami? Xullas, shu yerda men jonli efirni to'xtataman. Mana Kamoliddin aka farmatsevtika biznesidan ham qancha bolalar o'lib ketyapti. Mana bolalar o'lib ketyapti. Bu hisobga o'tmaydimi? Faqat yo'llarda qurbon bo'lganlarimiz o'lim sifatida olamiz, qolganlari nima? Ahamiyatsizmi? Yo ularning o'limi postanovkami, ular tirilib keladimi? 3-4 yildan keyin. Agar o'lim haqida o'ylayotgan bo'lsanglar, marhamat qilib, butun o'limga sabab bo'layotgan sektorlardagi muammolarni ko'tarib chiqinglar. Avtoterroristlar ko'payadi deganlarga murojaatim. Agar odam o'limini kamayishdan manfaatdor bo'lsanglar, men sanab o'tgan sohadagi o'limlar haqida ham gapiringlar. O'limlar faqat yo'llarda yuz berayotgani yo'q. Mana farmatsevtika, ekologiya, o'limlar. Tibbiyot sohasidagi tibbiy xatoliklar, bu yerda yuz berayotgan o'limlar o'lim emasmi? Xullas, hurmatli kuzatuvchilar, bu jonli efirni tashkil qilishdan asosiy maqsad ana shu jonli efirni kuzatayotganlar bir narsani tushuninglar. Pogreshnis haqida gapirayotgan vaqtim shaxsan men, keling ko'pchilik nomidan gapirmay, o'zimga javob beray. Pogreshnis haqida gapirgan vaqtim men tezlik so'raganim yo'q. Tezlikni oshirish tarafdori bo'lmaganman. Men texnik xatolikni 5 dan 10 ga ko'tarib beringlar deyapman. Chunki har bitta avtomashina individual xatolikka ega.
Mana 127 ta, 135 ta odam jonli efirni kuzatayotgan bo'lsa, ularning agar hammasi haydovchi bo'ladigan bo'lsa, ishoning, har bittasini avtomashinasini pogрешностьda xatoligi har xil. Chunki hamma har xil shinadan foydalanadi, shinadagi bosimlar har xil, transport vositasidagi yuklamalar har xil, ular oxir oqibat turli xil xatoliklarni beradi. Shu uchun ham pogрешность 5 emas, 10 bo'lishi kerak. Ilmiy asoslangan ayrim formulalarga asosan. Kamoliddin xohlagani uchun emas, butun dunyo buni tan olgani uchun. Bizga o'zbekcha pogрешность kerak emas. 8 kilometrlik xatolikdan 5ini agar siz belgilab bersiz, 3iga kim javob beradi? 3 kilometr xatolikka men Xitoyga yo'l olamanmi? BYD yoki Chang'an kompaniyasiga boramanmi? Sana xatoliging sababli meni jarimaga tortyapti hukumatim deb. Bu ahmoqlik. Shuning uchun ham umid qilamanki, to'g'ri fikrlaydigan, masalaga to'g'ri yondashadigan qonun ijodkorlari topiladi va bu borada ular pogрешность o'zi nima ekanligini fikrlab, bu boradagi qarashlarini yoki o'sha yondashuvlarni o'zgartirishadi. Savol javoblarga afsuski to'xtala olmaymiz, chunki bu jonli efir, savol javob uchun emas. Men shunchaki pogрешность masalasini ko'targan edim. Pogрешность masalasi bu tezlik masalasi emas. Ya'ni tezlik so'raganimiz yo'q. Gap tezlik haqida ketmayapti. Gap xatolik haqida ketyapti. Har bir transport vositasida mavjud xatolik haqida ketyapti. Kimdadir 8 kilometr, kimdadir 10, kimdadir 11, kimdadir 5 kilometr. Shu uchun ham ularni jami yig'indisi qilib biz o'zi aslida ilmiy asoslangan 11 kilometrni so'ramoqchi edik, ammo 10 kilometr qilib belgilashni biz iltimos qilib so'rab taklif sifatida kiritdik. Taklifimizni ham mana bunday ilmiy asoslar bilan isbotlagan holda keltirdik. Hurmatli kuzatuvchilar, kuninglar yaxshi o'tsin. Bu borada yaqin kunlarda suhbatga, ya'ni davra suhbatiga chaqirilganman. Umid qilamanki, mana shu masalalarni u yerda ham ko'taraman. Mana shu yondashuvni u yerda ham gapiraman. Va qolganlarning munosabatini ko'ramiz bunga. Charchamanglar, kuninglar yaxshi o'tsin. Og'iz qurib qoldi. Jonli efir davom etadigan bo'lsa, menimcha ozgina o'zimni qiynab qo'yaman. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Charchamanglar. Yo'llaringlar, safaringlar bexatar bo'lsin. Yo'l harakati qoidalariga doimo amal qilish tarafdor bo'lganman. O'zim ham yo'l harakati qoidalariga amal qilaman, ammo ayrim qoidalarni noto'g'ri talqin qilinishiga shaxsan qarshiman. Salomat bo'linglar. Men jonli efirni tugataman. Mana shu videoni keyinchalik Instagram tarmog'ida saqlab qolaman. Lozim topsangiz albatta bo'lishing. Ya'ni bu ma'lumotni ko'pchilik eshitishini yoki munosabat bildirishini shaxsan istayman. Mana shu borada qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Ya'ni mana shu videoni bo'lishing. O'zingiz bilgan, tanigan insonlar bilan, toki biz tezlik emas, aslida texnik xatolikni so'rayotganligimizni ular tushunib yetishsin. Kuninglar yaxshi o'tsin, omon bo'linglar.